Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Bu yilgi chiqqan ko'chmas mulkimiz Raysenterda 39 kollejning arkasında 5 qavatli binoning ish joyi 3-etajda 2 xonali 50 kvadrat yevro remont xonasini sotib olishdi. Bu yerda bilasizlar, gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Xudo xolasa sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. 3-qavat ham yetib keldik. 12-xonadan bo'ladi ekan. Girganimizda shunday koridor joylashgan. Rakovina tochkalari, birden oqsamoqlar. Hamma narsa beri 100% yo'qkan. O'ng'aylanganda shurada. Bu yerda kuxnyasi joylashgan. Elektr kotlovlar qo'yilgan. 100% to'kli bu joyimiz. Bu yerda samolyot joylashgan ko'rsak bo'ladi. Bundan keladigan bo'lsak, bu yerda spalnisi joylashgan yana. Spalnidan kichkina emas, polni garnitur sig'ib turadi. Spalnidan bu yana balkonga chiqib. Balkon ham joylashgan. Bog'lanma dastasi hamma narsa. Eshiklar ham e'tibor berib o'tasizlar, hammasi bit bilan yasalgan. Xudo xolasa hammasi 100% mo'yshoq bo'ylab. Bu yerda zalimiz joylashgan. Zal ham kichkina emas. Joyimizni kvadratini aytib o'tdim, 50 kvadrat. Narxına keladigan bo'lsak 31 ming kelishadigan yeri bor. Xorazm uy-joy profiliga obuna bo'lib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Nomerlarni qoldiramiz. Bizlarning xizmatlar bo'lsa bemalol aytaverasizlar. Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Bu yilgi chiqqan ko'chmas mulkimiz Raysenterda 39 kollejning arkasında 5 qavatli binoning ish joyi 3-etajda 2 xonali 50 kvadrat yevro remont xonasini sotib olishdi. Bu yerda bilasizlar, gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Xudo xolasa sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. 3-qavat ham yetib keldik. 12-xonadan bo'ladi ekan. Girganimizda shunday koridor joylashgan. Rakovina tochkalari, birden oqsamoqlar. Hamma narsa beri 100% yo'qkan. O'ng'aylanganda shurada. Bu yerda kuxnyasi joylashgan. Elektr kotlovlar qo'yilgan. 100% to'kli bu joyimiz. Bu yerda samolyot joylashgan ko'rsak bo'ladi. Bundan keladigan bo'lsak, bu yerda spalnisi joylashgan yana. Spalnidan kichkina emas, polni garnitur sig'ib turadi. Spalnidan bu yana balkonga chiqib. Balkon ham joylashgan. Bog'lanma dastasi hamma narsa. Eshiklar ham e'tibor berib o'tasizlar, hammasi bit bilan yasalgan. Xudo xolasa hammasi 100% mo'yshoq bo'ylab. Bu yerda zalimiz joylashgan. Zal ham kichkina emas. Joyimizni kvadratini aytib o'tdim, 50 kvadrat. Narxına keladigan bo'lsak 31 ming kelishadigan yeri bor. Xorazm uy-joy profiliga obuna bo'lib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Nomerlarni qoldiramiz. Bizlarning xizmatlar bo'lsa bemalol aytaverasizlar.